sizlar bilan Ardoim DB'ni bugun biz CSGO'da Mirage kartasidagi hamma smoke, flashka, emoliklarni o'rganib chiqamiz. Uning uchun CSGO'ga kirib играть bosamiz. Kartiz Mastersko chap tarafimizda Открыть Mastersko bo'ladi. Bosamiz yoki Bochka Mirage Utility deb yozsangiz chiqadi mana shu karta. Bu karta maskacha qilgan emaslar, maskacha qilib bu yerda o'tasizlar, bu yerdan yana kirasizlar. Nachatni bosasizlar tanlab. Kirib olgandan keyin bu yerda mana. Bu yerda masalan full mid yopsa bo'ladi, mana top mid kimda qilasizlar, ip chap tarafda ko'rsatib turadi, chap tarafda ko'rsatib turadi qancha tushayotganini. Mana pastda bitta otish o'zini bosasan deb aytadi, qanaqa nimani bosish kerak. Bu yerda masalan insesmoke alohida kartaga kirib o'chirishadi. Tankni bosinglar. Mana hamma insesmoke shu yerda bor. Bu yerda mana full Mirage kartasida qatdan qatga smoke otsa bo'ladi yoki molik, hashka, flashka otsa bo'ladigan joy bo'lsa, hammasi bor mana. Mana bu yerda rush flash bor. Hamma narsa bor. Mana bu yerga kelsangiz bu yerda ham bor. Full Mirage kartasida qatga smoke otadigan joy, rasket otadigan joy bo'lsa, hammasida bor. Ko'rishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, sizlarga like, podpiska bosib ketish esdan chiqmadi. Xayr, salomat bo'linglar.